Kim bug'dan dojib kelsa, shuni musobaqaga salohiyat amaldan qoldirildi. To'g'ri, yana bir gap, daraxtga chiqib olishga bo'lmaydi. Men qo'shilmayman. Endi to's bo'ldi, fikr birlik kasb bo'ladi. Turib turinglar, men hozirlik kelaman, ha? Topimni tutib turib bo'lamdi? Ma'qul, tutib turay. Men hozirlik kelaman. Biz yugurish musobaqasi yo'qmi yengilmi? Ha, to'g'ri. Sizlarga omad tilayman. Rahmat, Sepa. Xo'sh. Xo'sh. Oxirgi nuqta men. Esinglarda bo'lsin. Men barliq taraf bilan aloqalashib turaman. Kim saqlik qilsa, ular menga deydi. Ikki guruhni qanday ayiramiz? Birlikka keltiramiz. Men Bimbo bilan bir guruh bo'laman buni. Shunday qoldirib qo'yibdi, ora. Musobaqa boshlandi. Ha, yaxshi. Tayyorlanib olamiz, ha? 1, 2, 3, boshladi. Tezgilar, Cherchi. Bimbo tezgiga. Tez, Cherchi. Tez. Bimbo tezgiga. Tezgilar, Cherchi. Tezgiga. Tez bo'l, tez. Bimbo tez. Chapsam bo'l, Bimbo, chapsam bo'l. Bimbo tez bo'l, uni yutgan. Tez bo'l, endi ishimiz Bimbo yig'ib oladi. Cherchi ishkimiz yoqdiq, biz yoqdiq. Biz yoqdiq, biz. Mutamlik qilmoqchimi? Mutamlik qilmoqchimi? Sen uchashqa yalg'onchi. Sizlar yerim qadam keynimizni qaldinglar, bilamsan, yerim qadam keynimizda. Meni yalg'onchi deb o'tirsan, uni shunday qo'rqatdimman. Bo'ldi qilinglar, reperlar hukm chiqarsin. O adil hukm. Biz kenash orqali ikki tarafning tang bo'lganligini jakalaymiz. Bu hukm adil bo'libdi. Bu reperlarning birdek fikri. Bu adil bo'libdi. Cherchi, afsuslarlik ish bo'ldi. Ularni yengamidik, ammo bak tez yugurdi. Ishqalloh. Nim bo'lding? Og'rib qoldingmi? Menma, yo'q, og'rib qolmadim. Hech nima bo'lmadi. Kun bo'yi o'zing yolg'iz jimmida turibsan. Og'rib qolgan o'xshaydi debdi. Yo'q, unaqa emas. Ems qandoq? Cherchi, men bu yerdan ketaman. Nima ishqa? Keng yoyliqqa ketaymikin deyman. Ems
Sen nimişki ketmeysen? Eğer halısan, ben hemra bulup gitey. Mening senden faqat ayrılığım yok. Yok, özün yalğız Kenyaylaqqa qaysan bolmaydı. Dostlardan ayrıldığım boğaşqa ko'nglim yerim bulup atıdı. Onun üstüge yol yirak. Yo'l yiroq bo'lsin bo'pti. Mening tez yuguraydiganimni ko'rmadingmi? Ammo men kang yaylaqning qaysi tarafga ekanligini bilmayman. Qara Simba, yo'lni bildigan birini topsangni bo'ldi-ku. Yaxshi gap bo'ldi. Sen mo bilib boramsan? Albatta, seni yolg'iz mang'izmayman. Kimdan so'rsak bo'la? Bu yerdagilardan hech kim kang yaylaqning nahligini bilmaydi. Boshqalarni topayli. To'g'ri, yiroqdan kelgan birsini topayli. Biroq Bimbo, buncha kang o'rmonning naridan topamiz. Ishqilib tepiladi. Yuringlar daryo bo'yiga berib boqayli. To'g'ri, hayvonlarning hammasi shu yerga berib suv ichidi. To'g'ri dedim, tez mangayli. To'g'ri, mangayli. Ularning tang birinchi bog'ini g'amisa qatnashganlar qo'shilamsizlar? Shundoq bo'lsa, men qo'shilaman, Cherchill ketdi. Qani u? Gepimga quloq selinglar. Do'stlarimning doklad qilishicha, Simba, Bimbo, Cherchill daryo bo'yiga ketibdi. U yerda nima ish qilgandi? Yaqindan beri Simbaning harakati g'alati bo'lib qoldi. Simba cho'ng oldi, u Kenyaylaqni o'zini chaqirayotganligini his qilayotgan gap. Yana nima bo'ldi? Alaylar, xushxabar keldi. Senda. Simba daryo tarafga ketibdi. Uni maqsadi Kenyaylaqqa boradigan yo'lni bildigan hayvonlarni izlashgan. Vapsi. Buni to'solayli. To'g'ri, daryo bo'yiga boraylik. Dal vaqtida xabar qilibsan. Bu yerda hech kim yo'q ekan-ku. Men hisobma emasmi? Mening to'pim. Gap qilayotgan kim o? Men Simba. Sen? To'pim. Oldirma, men berek. Bak yaxshi bo'ldi. Sen bak chaqqan kelsan, to'pqim ustikansan. Menda ustikan. Karametimni yana bir kesib qo'yay. Topni tashla. Aka, tashla. U rostdan ustikan. Sen qaltis kelsan. O'zing kim? Elektrik skati belirli. Skati belirli. Shundoq, men Jiraxiyadan keldim. Sizlarni ko'rib, baxo'sh oldum. To'p o'ynashni qandoq mashq qilgan? Sana deb bermayman. Rost ustikansan. Biz Iroqdan kelgan birsini tepib, bir ishni so'ramoqchi edik. Amsa oldinglarga o'zimni ketdiman. Meni bilmaydiganim yo'q. Rostmi? Bak yaxshi bo'ldi. Biz tug'ilibla buyuk sayohatchi bo'lamiz. Hammaga boramiz. Qandaq ish bo'lsa so'ranglar deb beraman. Mening so'ramoqchi bo'lganim Bo'ldi, to'liq tilingni chaynama, menga ishonmabsan, ha? kang yaylaq nada? Kang yaylaq? Sen ajdoding yashagan ketmoqchimi? Shundoq. Bordigan yo'lni deb beralamsa, senga rahmat aytdim. Bo'ladi. Deb beray, biroq baxatarlik. Do'stlarimni bilib boramda, ha? To'g'ri. Ishimiz bilib boramiz. Rahmat. Sizlar bilib borsanglar yaxshi bo'lmaydi. Eng yaxshisi bormanglar. Yaxshi bo'lmaydi. Nima ishqa? Kang yaylaqdan nurg'un dushman bor. Ham baxatarlik. Men bottirsam, men bek yomon. Yaxshi. Suv uzalamsizlar, ha? Kuchli to'lqinda uzalamsizlar. Timsoh bor daryodan sog'-salomat o'talamsizlar. Undaq bo'lsa hozir so'zishni o'rganaylik. Qanchalik vaqt ketadi? Kuchinglar suvda qancha kun tura olasizlar? Sinab boqaylik, bilammi? Sen zodi kang yaylaqqa bordigan yo'lni bilamsan, bilmamsan? Men faqat suv yo'lini bilaman. Nimishqa suv yo'l bilan mong'udakmiz, quruqlik bilan mong'imiz. Amsa bilmaymanlar dey. Vaqtinglarni ep qo'ydim, xafa bo'lmanglar. Xafa bo'lma, sen bak yaxshi kelsa. Rahmat sana. Xo'sh. Endi qo'ya qilmoqsoq bular. Qani qarab boqaylik.
Ular rasmi şəhidin mənə Şunda xalillerim ben öz qollığım bilen anladım. Hatta anlap qalmağansa, ondaq bolmasa seni hərgiz boş qoyub etməyəm. Sizlar jiqyalarga borgan kengaylikning nətligini anlaganmi? Çoğ yaylaq doğruluq anlagan. Biroq biz əhtiyaslı kelimiz. Hər yili Jungo deydigan dövlətə köçüb ketdimiz. Keng yaylaq doğruluq nəvri ati singillarimizni anlagan. Ulardan sorsak bulamdı. Ular bu yerdə yox, yəni kelib biz anlagılım bək uzun boldu. Kengaylikning nətligini men bilaman. Men bilaman Afrikada, hatta. Qaraganda ular bilmeydi ki. Shundoq. Sizlarga keng yaylaqqa boradigan yo'lni bək tepbagim bor edi. Shunisi aniq esimni qolmabdi. Xafa sizlar cho'qim topa olasizlar. Yo'l bo'lsin do'stlar. Xayr xo'sh. Xo'sh, rahmat. Kim biladi, kunlarning birida yana ko'rishib qolamiz dahi. Xo'sh. 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 Yo'l bo'lsin do'stlar. Xo'sh. Yo'l bo'lsin. Xo'sh. 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 Do'stlar. Yo'l bo'lsin. Xo'sh. Ular pek chiroyli ekan. Oğluma, gözünü yuvan aç. Ovazını çıxarma. Ovoz chiqarmayman, bir ishni o'ylayotgan tursam, nemishqa ovoz chiqarg'idakmi? Ağzını yum. Ulan bizning bu yerligimizni uqib qolmasin. Yo'qlan xiyollarni qilma. Ey, yaxshimisilar? Yaxshimisiz Burkutcha? Sizni ko'rib ben xush oldum. Qanday ahvolinglar? Bu yerga nima deb keldinglar? Yurtim keng yaylaqqa ketay degan edim. Shunisi yo'lni fuqamayaptimi? Siz yordam qila olamsiz. Bu kimning plani? Bu degan jiddiy ish. Qasam qilamanki, bu biz uchun bek muhim. Men deb demayman. Sizlarmi bilishinglar kerak. Biz qanday bilamiz? Acaba unutib qoldinglarmi? Albatta, u chaqda kichik edinglar. Shundaqdimi unutib qoldinglar demasi? Simba, u chaqda bo'yningga amdala tush chiqqandi. Bimbo, sana tek mingiz chiqmagandi. Biroq men sizlarga deb bergan. O'ttaraq o'ylab beqinglar. Simba, ma'u tarafga udilmanglar. Sizlarga oq yo'l tilayman. Yo'lda paxas bo'linglar. Tez mangaylik. Ma'qul, esimni tutib oldim. Rahmat Burkutcha. Xo'sh, Simba, xo'sh Bimbo, Cherchi. Yo'lda paxas bo'linglar. Xo'sh. Qo'y. Xo'sh Burkutcha. Bo'ldi, yo'lni fuqib oldik. Nima ish qilmaysan? Aldirab ketmaylik Cherchi. Tayyorlik qilaylik. Do'stlar bilan xo'shlashaylik. Amsa ikkimiz yugurish boqaylik. Simba'ni tutaman. Simba ben kalvaker. Ağzını yum, özümüzü oshkorlab qo'yay debsan. Yo'q. Yaxshimisilar, yana ko'rishdik. Yaxshimisan, qaytib kelibsan-ku. Shuni o'qim kelyapti. Yurtning cho'ng yayliqqa qachonlik qilmansan? Do'stlarim bilan xo'shlashib bo'lmaganman. Simba kim bilan so'zlashyapti? Kim bilan? Sen nimani ko'rding? Nima qarab baqay? O bir g'alati bir baliq bilan gaplashadi. Sen yana nima o'yin o'ynayapsan? Kim turlar? Sen qarasa
Qilishdan shundoq qildim. Ya, teyilib ketdim. Menda ko'mizlar, alilari. Sekin. Men elektrik sikati belirgi. Atlaq sirtlaq. Ularning hammasi sen taniydi ekan-ku. Men degan davlat qarib bak, ama men seni tanimaydi ekanman. Mana hozir tunidim. Men sendek ishpiylarni mushunda qadablashga amroq. Sen neymiş ki bunda qilsan? Men sendeklarga boshqalarning yaxshi ishni buzdigan xumparlardan bizar ekanligini uqtirib qo'ymoqchi. Tushundingmi? Bu yo'lbosning ovozi. Rost, shuning ovozi. Qiynoq. Nima ish bo'lgandi? Qaytib keldim. Men ishpiyonga bak ish. Ularni qanday adabladim? Ular tat faryod ko'tarib ketdi-ku, ha? Ularga quyrug'imni shiltib qo'ydim. To'kisi quvvatganda ko'p ketdi. Men to'k chiqara olmayman. Bu mening qo'dinish quralim. Boya nima deyapsiz? Men bola chaqlarimki do'stlarim bilan xo'shlashib bo'lib, ondan kang yayliqqa ketaymikin deyman. Boshqa yo'l borlig'ini bilamsan? Xappama bilmayman. Men suv yo'li bilan tanishdik. Chunki men dengiz okeanda yashayman. Odat boshqalarni ko'ramayman. Lekin fursat chiqsa, kang yayliqqa qanday bordiganligini surishtirib boqay, bo'lamdi? Rahmat. Simba! Simba! Yaxshimsan, Simba? Yaxshimisan? Ayol podshosi bilan ko'rishmoqchi ekan. Nima ish bor ekan? Deyishgan gap bor deydi. Bizmi birga boramizmi? Albatta. Bo'ladi, men ketay. Xo'sh, do'stlarimiz. Xo'sh, do'stim. Xo'sh. Oq yo'l bo'lsin. Men sizlarga oq yo'l tilayman. Xo'sh. Xo'sh, do'stim. Bu neymiş? Tezga qarab baqa. Menimcha Yiqilish bo'lmasa mandirak ishman. Yiqilish deyman. Anlashdingmi? Chirishdan xabarlar. Yiqilish. Oldu. Gülme, xumber, tayak yiyim ki adam bu seni. Gülüvattan kim? Koysun. Meni kıran sen, Simba. Seni hemen yok demen. Hep tohta, Simba. Bimbo, ayol podshoning amali bo'lishi Chaqchaq mumkin. qilma. Bizni nega gapirsa, buya deyish kim yo'qkan bu? Xushkepsan, Simba. Podshohlik, biz yaroqlar ishdan chiqib keldik. Sana ak yol tilash hem samimiy do'stligimizni bildirish yuzasidan alaydan bu o'yinni o'rinlashtirdim. Rahmat podshoh oliylari, sizlarni menga unutmayman. Kelinglar, g'am qayg'u deganni qayrib qo'yib, kalkushada o'ynaylik.
Padişah bilen dostlarga rahmet. Uyun mişe de ahırlaştı. Yani gelip sen bana ahmet dileymen. Ben onun dadısının kalgan padişahlık taxtga baldırak çıkışını ümit kılımen. Ah yol bolsun sen bak. Biz seni мәңгі unutmayınız. Bundaq cho'nqur do'stlik Sinbani qattiq ta'sirlantirdi. Uning uchun aytganda, hozir keng yayloqqa qaytish vaqtini bekitish tepi boldir edi. Chunki u do'stlari bilan qo'shlashmasa bo'lmaydi. Uning keng yayloqqa shundoq qaytgisi keladi. Ammo o'rmondagi turmush ham bolalik chog'laridagi do'stlaridan ayrilishga ko'zi qiymaydi. Uning yana qanday qismatlarni boshdan kechirdiganligiga qiziqsangiz, keyingi qismni ko'ring.